Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida Sharq mumtoz poetikasi muammolari, Navoiy va Rumiy mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya bo'lib o'tdi. Ushbu anjuman Jahon adabiyoti va qiyosiy adabiyotshunoslik kafedrasi tashabbusi bilan tashkil etilib, Sharq adabiy merosining chuqur tahliliga bag'ishlandi. Navbatdagi lavha aynan shu haqida. Bugun Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetida Sharq adabiyotining ikki buyuk siymosi Navoiy va Rumiy ijodiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy nazariy konferensiya bo'lib o'tmoqda. Ushbu anjuman O'zbekiston va jahon adabiyotshunos olimlarini bir joyga jamladi. Bu konferensiyaning asosiy maqsadi mana shu dunyoning ikkita buyuk mutafakkirini ijodini solishtirish asnosida nainki o'zbek adabiyotini, balki turk va umumturk adabiyotining dunyo miqyosidagi o'zini maqomi qanaqa, shuni ko'rsatish bizning asosiy maqsadimiz edi. Va o'ylaymanki, mana shu maqolalarni tahrir qilib, mana shu kitobni tayyorlash jarayonida amin bo'ldimki, dunyoning juda ko'plab olimlari jiddiy qiziqadigan, akademik nuqtai nazar bilan yondashadigan eng yaxshi mavzulardan biri bo'lgan ekan. Shuning uchun ham dunyoning juda ko'p mamlakatlaridan, g'arb mamlakatlaridan, Rossiyadan, sharqdagi o'sha Arabiston, Eron, Turkiya, Afg'oniston kabi qator va o'zimizning qardosh Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston kabi mamlakatlarni katta mutaxassislari xuddi Jaloliddin Rumiy va Hazrat Navoiy ijodini qiyoslab maqolalar berishgan. Assalomu alaykum, men Farhod Rahimiy, filologiya fanlari doktori. Assalomu alaykum, men Farhod Rahimiy, Alisher Navoiy va Rumiy anjumanda qatnashyapman. Butun dunyodan juda ko'plab muhim masalalar, ma'ruzalar va muhim maqolalar taqdim etildi. Darhaqiqat, Navoiydek adib va allomalarni bilish, ularning ijodini qadrlash, bu jahon adabiyotida tutgan o'rnini aniqlash uchun uni boshqa adiblar ijodi bilan qiyoslash, o'rganish, ijod qilish zarur. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetida tashkil etilgan bu xalqaro konferensiya Sharq mumtoz poetikasining dolzarb masalalarini muhokama qilishga bag'ishlandi. Unda O'zbekiston, Turkiya, Eron, Rossiya kabi mamlakatlardan taniqli olimlar ishtirok etdi. Navoiy ijodini Rumiy ijodiga sharhlanadi, Rumiy ijodi Navoiy ijodi bilan sharhlanadi. Shunda alohida o'rganganda, har birida alohida o'rganganda ko'rinmagan qirralar ko'rina boshlaydi. Bu qiyosiy adabiyotshunos, men endi to'pora qilib aytdim. Qiyosiy adabiyotshunoslikning zaruriyati shunday tug'iladi. Dunyoga ko'rsatishning yo'li, demak dunyodagi boshqa xalqlarga tegishli daholar bilan Navoiy ijodini solishtirish. Shu ma'noda oldin bu konferensiyadan oldin Navoiy ijodi Shekspir bilan, Navoiy ijodi Pushkin bilan, Navoiy ijodi Goethe bilan, mana uchovi ham e'tibor bersangiz g'arbning daholari. Mana birinchi marta bugun sharqning dahosi bilan Navoiy hazratlari solishtirilyapti. Мне очень приятно, что уже второй год подряд O'zbek tili va adabiyot universiteti tomonidan o'tkazilayotgan anjumanlarda ketma-ket ikkinchi yil ishtirok etayotganimdan behad mamnunman. Bu yilgi anjuman mavzusi Alisher Navoiy va Rumiy hazratlaridir. Yashirmayman, Alisher Navoiy ijodini o'rganishga ilk bor sho'ng'ish avvallari turli sabablarga ko'ra yashirinib yotgan yangi ufqlarni kashf etish men uchun juda qiziq bo'lgan. Lekin Alisher Navoiy kim, uning ijodi qanday ekanligini yana bir bor bilganimdan keyin bilasizmi, umuman she'riyatga munosabatim boshqacha bosqichga ko'tarildi. Tadqiqotchilarning har bir avlodi o'zi uchun yangi narsalarni kashf etadi. Bu esa tabiiy, chunki ustozning kelajak avlodlarga qoldirgan san'ati menimcha abadiydir. Bugungi anjuman Navoiy va Rumiy merosini yangi avlod qalbiga yetkazish, ularning asarlarida mujassam donishmandlikni yanada chuqurroq o'rganish yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'ldi.